bitta vaqilib, nima qilyapsan sen? Vaqtida ota-bobolarimiz choy ichgan. 45 gradus issiqsan, to'min joyiganmi? Sadullo o'ylasan-ku, qaynab. Yo, dadam aytaydilar, Sadullo tupoyda ishonmasdim, lekin 100% ishonaman endi. Issiqqa chapon kiyganingni qarasam. Hozir mazza qilib terladim. Endi 2 soat salqincha mazza qilib o'tiraman. Ota-bobolarimiz bilan. Bir uraman o'ylasan. Tavba qildim, akan chatini to'm ketdi buni. Sadullo, o't boqqa suv kubini nima joyingga siyasan? Ana Sadullo, ber ishonch. Ha, berilmay keling. Av issiqqa basay qo'chib o'lib qolma dedim-da, Sadullo, konsertga bo'lsamiz o'zi. Rahmat. 13, 14, 15 iyul kunlari ishonch do'konlariga kelib 12 talik invertor motorli konsertni 3 million 190 ming so'mdan boshlab xarid qilsang bo'ladi. Mazaki. Sadullo, rasmiy diler tomonidan 10 yillik kafolatga ega konsertchilar. Senga 10 yil kafolat yo'q. Bu oftobga yursang o'ylasan-da. Sadullo, undan tashqari ishonchda 5 milliondan oshiq xarid qilsang Damas yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasan. Rostdan. Ha, zakon. Ibito baqilib oftob tomini oldim uni. Depression.